Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz. Jinlar vasvasasi. Bir odam har kecha turib Allohga ibodat, duo qilishni odat qilgan edi. Kunlar bilan birida shayton xulosa qilib dedi: "Necha yillardan beri har kecha sahargacha Allohni zikr qilasan. Biron javob bo'ldimi? Hech foydasini ko'rmading. Qachongacha bu ishni davom etasan?" Shaytonning vasvasasidan xudojo'y odamning ko'ngli og'ridi. Xafa holda boshini yelkaga qo'yib uxlab qoldi va tush ko'rdi. Tushida shunday ovoz eshitildi: "Xafa bo'lma, uyg'on, duodan, zikrdan to'xtama." Qof ovozini eshitgan xudojo'y: "Shu paytgacha so'radim, lekin biror marta javob bo'lmadi. Allohning mukofotidan bebahra qolyapmanmi deb qo'rqyapman", dedi u mahzunnon bo'lib. Shunda ovoz: "Alloh deyishingning o'zi yaratganning lutfi deganida. Yaxshilikka intilishing, choralar qidirishing, yo'l axtarishing, sog' salomat yurishing Alloh taoloning senga bo'lgan marhamatidandir. Qo'rquving, muhabbating, umiding ilohiy ehson. Har bir ey Robbim deyishing nazirida Alloh taoloning labbayk degan javobi bor. G'ofil, johil odam duodan uzoqdir. Chunki ularga yo Alloh deyishga izn yo'q. Og'zi va tilidan qulf bor. Unutma, sen Allohga yolvorichib, duo qilishga boshlayotgan dard alamlar dunyo boyliklaridan yaxshidir. Zero dardsiz duo samimiy bo'lmaydi. Musibatlar bilan qilgan duo ko'ngil tubidan chiqadi", dedi ovoz. Ha do'stlar, Allohni tanib, yo Alloh deb duoga qo'l ochishimiz katta ne'matdir. Kanalimizga obuna bo'lishni unutma. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.